Assalomu alaykum. Malaxchiliklar Telegram kanalini kuzatuvchi obunachilar. Bugun Qirg'iziston Issiqko'liga hamkasblar bilan sayohat qilgandik. Sizlarga bir bu yerda muhitini, ob-havosini ko'rsatmoqchiman. Mana shu eng mashhur charpalagi. Mana bu esa korabli. Katta kemasi. Hozir kechki sayrga keldik. Kech payt 20:00 da ketadi. 60 km bu tarafi. Issiqko'lda eni bo'yi 180 km. Eng chuqur joyi 668 metrda tashkil etar ekan. Bu korabli narxi ichida diskotekalar bo'ladi, ovqatlari bor. Bularning puliga 800 so'm ekan. Bizning puliga 120 ming so'm atrofida bo'ladi. Katta anchagina. Bu yoqda dam oladigan kurortlari bor, o'yingohlari, bu tarafda dachalari bor, o'tiradigan, uxlaydigan, yotadigan, hamma sayohat qiladigan sharoitlar bor. Bugun kechroq keldik, kecha kunduzi ham kelgandik bu yerga. Faqat kechki muhitni bir ko'raylik dedik. Qayiqlar, skuterlar narxi bizning pulga 2 kishiga 150 ming so'm atrofida 10 minut. Mana shu bolalarga o'xshab azza qilib suzib yursa bo'ladi ekan. Yevropacha muhit, hamma kelib cho'miladigan, sayohat qiladigan joy. Bundan tashqari eng go'zal joylari mana bu tog'ning orqasida joylashgan ekan. Agar imkon bo'lsa, bu tarafdan ham videoga olib tashlab yuboramiz. Faqat bu yoqda antenna ishlamaganligi uchun video tashlay olmadik. Aşağıdan joy oldik. Bugun o'tovda qolamiz sheriklar bilan. Charpalak tepasiga chiqdik, juda baland ekan. Ancha yaxshi. Yana nimasi bor? Hozir 1 minut yana. Bu tarafda parashuti bor. Parashuti bir kishiga 2000 so'm ekan. 2 kishi o'tiradi. 4000 so'mga mana shundoq tepadan parashutni aylantirib, ana borib yana qaytarib olib kelib qo'yar ekan. Bu da adrenalin. O'rtacha bu yerdan bizning Baliqchi tumanidan uzunligi, masofasi 1100 km. O'shdan yoki Xonoboddan chegaradan o'tib, Xonoboddan o'tsa sal yaqinroq ekan, tezroq kelish mumkin ekan. Biz 4 kishi keldik. O'rtacha $100 sarf qilib bemalol kelib o'ynab ketsa bo'ladi o'zini shaxsiy mashinasi bo'lsa. $100 dan baland bo'lib ketishi ham mumkin. Endi bunaqa o'yinlarga tushib, har xil yeb ichishlarda kuchli qilib yorsa. Lekin $100 bilan bemalol kelib ketsa bo'ladi. Yengil kelib ovqatlanib, joylarda, o'tovlarda, mehmonxonalarda, arzon mehmonxonada turib aylanib ketsa bo'ladi. Agar sizga qiziq bo'lsa,